tomoshabinlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Bo'tqacha mahalla fuqarolar yig'iniga yetib kelganmiz. Mana sizlar ko'rib turgan Pond xonadonda noldan isitish tizim qilganmiz. Xonadonimizga jami 14 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan foydalandik. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Mana teraskamiz ichkarisiga 50 sm ga 2 metrlik panel radiatorlardan foydalandik. Bir donasini bateriya uchun ichkari xonalarimizga kirishimiz mumkin. Bu taraflarga 50 sm ga 2 metrlik panel radiatorlardan bu tarafga ham foydalanish. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Obratkalarni bir chekkadan polni ustidan ukulon berib pol tagiga tushishga imkoni yo'q ekan. Juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib, klipsalarni urib, erinmasdan ishlarni 100% garantiyaga qilib bitirib berdik. Xo'p, bu xonamizga 50 sm ga 1.20 razmerdagi panel radiatordan foydalandik. Ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli, akkuratli ravishda ishlarni qilib berdik. Mana sizlar ko'rib turgan xonadonga Pond 14 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan ustunovka qildik. Mana katta ustakamiz, tanib olinglar. Ustaka qarabdi. Mana shu ustakamiz o'zimiz jamoani eng katta santexnik ustasi ko'rib turganlaringiz. Sizlarning xonadonga aytsalar, ustakalar bilan borib juda ham chiroyli qilib, effektli qilib, mana keyingi o'zimizning brigadani bosh santexniki Shohjahon hamma taniydi. Legenda. Ustakamizga respekt. Juda ham chiroyli, akkuratli ishlarni mana shu ustakamizning qo'lidan chiqyapti har biri. Xo'p, ichkari xonadonlarda ichkarisi odamlar bor ekan ko'rsatamiz. Bu taraflarni ham mana shu Pondni sizlar ko'rib turgan xonadonga mana shu oxirigacha 14 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan foydalanib, sistemani samotok qildik. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya, svet o'chgandan ham muammo bo'lmaydigan sistema qilib bitirib berdik. Katyolimiz xonadonda orqa tarafiga uстановка bo'ldi. Mana shu yerga 25 kilovatlik nijniy garani pastdan yonadigan ko'mirli katyolimizni uстановка qildik. Bu katyolimiz 250-300 kvadratli xonadonlarda qizdirish uchun bemalol quvvat yetadi. Katyolimiz utoplenniy, atrofi izolyatsiya qilingan, issiq sovuqni pateriya qilmaydi. Bitta oddiy naves qilib qo'ysangiz, yomg'ir tushmasa bo'ldi. Katyolimiz narxi 10.300 ming so'm, O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Brend adashtirimiz Zevur brendi ostida o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katyolimiz. Obratkalarni juda ham chiroyli qilib, reka baxtlab, mahkamlab, umuman turba eshilmaydigan qilib, mana podachilamiz ham reka mahkamlab, juda ham chiroyli qilib ishlarni qilib bitirib beryapmiz. Bizning yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katyollar, sifatli santexnik ishlarni qilib bitirib berish. Mabodo bunaqa ko'lanadigan joylar bo'lsa, almazingiz juda ham chiroyli qilib kesib, kavlab olib o'tamiz. Bu katyolimiz samotok sistemalariga juda ham qo'l keladi. Svet o'chib qolsa, tagida eshikni ozgina ochib qo'yasiz, juda ham chiroyli bo'lib ishlab beradi. Hozir sistemani 100% bitirganmiz. Mana sistemamizdan 70 gradus podachi chiqib ketyapti. Obratkani ham ko'rsatib o'tamiz. Obrat kelgan sirkulyatsiya termometr qo'ygan 60 gradusda qaytib ketyapti. Sistemaga bitta qo'shimcha 32 ga 6 sirkulyatsiya nasos ham qo'yib berganmiz. Bu svet yonoqligida shu ob'yomda suvni tezlatib, harakatlantirib bergani. Svet o'chganda tagida eshikni ochib, samotok ishlatib turaverasiz. Umuman katyolimiz muammo keltirmaydi. Svet o'chganda ham juda ham chiroyli bo'lib ishlab beradi. Katyolimizga qo'shimcha 4 dona istashi nerchaveka bazaltli dimoxotlardan uстановка qilib berganmiz. Dimoxotimiz bir donasi narxi 450 ming so'm, shapkasi bilan 1.950 ming so'm bo'ldi. Shapkasini o'zini narxi 150 ming so'm. Katyolimiz 10.300 ming so'm. Katyolimiz juda ham aqlli rejimda ishlaydi. Mana shu 75 gradus tanlasangiz, mana shu 75 gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi, bir me'yorda ushlab turadi. Katyolimiz podachilari ulash uchun yon tomonga joy qo'yilgan. Obratkalar orqa tarafga joy qo'yilgan. Traynerlarni qoqish uchun, dimoxotni qoqish uchun juda ham qulay qilib xut qo'yib ketilgan. Mana shu yerda bolt yechasiz, dimoxotdan tushgan musorlarni ash yerdan olib tashlasangiz bo'ladi. Xo'p, katyolimizni bu eshigi esa ko'mir zapravka qilish uchun, bu eshigi ko'lpil shlak bilan tozalash uchun. Bu eshigi esa teplamenniy bor. 3 metr ilonasi bo'lib, keyin teplamenniy uriladi. Dimoxotga chiqib ketadi. Mana shu teplamennidan tushgan qurimlarni xuddi shu eshik orqali ochib olib tashlasa ham bo'ladi. Katyolimiz mabodo yonmay qolsa, richay orqali tagini tozalaysiz. Bu pastdan yonuvchi katyolligiga ana shu richay uchun tozalab olasiz. Pastga musorlar tushib ketib, bemalol yonib yuraveradi. Katyolimiz topkasiga 45-50 kg atrofida ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, minimum 10-12 soat, maksimum 1 sutka siz xonadoningizda bemalol ishlab beradi. Pastdan yonuvchi katyolni bitta qulay tomoni, pastga yoqib qo'yasiz, ustiga ko'mirni tashab, dalibga qilib, umuman mehnati yo'q, faqat bu areshga yirik ko'mirni yoqadi. Eng maydasi yong'oqdaqa ko'mirlarni yoqasiz, ustiga kim bo'lishidan qat'iy nazar ochiq eshikni tashab tursangiz bo'ldi. Xo'p, sizlarning ham xonadonlaringizga shunaqa isitish tizimi, ko'mirli katyollar zarurlasa, ekranda raqamlarga hozir aloqa qilasizlar. Juda ham chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Hozir video davomida sizlarga xonadonga qancha summa ketganini aytib o'tamiz. Mana sizlar ko'rib turgan Pond xonadonga isitish tizimi 43 million 800 ming so'm ketdi. Buning ichida 14 ta radiator, ustakanamiz xizmati, hammasini sizlarga bir qator aytib o'tsam. Xo'p, magazindan 23 million 672 minglik tovar keldi. Katyolimiz 10 million 300 ming so'm bo'ldi. Mana shu xonadonga Pond yetadigan katyolimiz
Xizmatimiz 7 million 500 ming so'm bo'ldi. Har bitta to'chkani 500 ming so'mdan ustanovka qildik. Katta yo'lda ham 500 ming so'mga ustanovka qilib berdik. Xo'p, o'shanda dimoxotimiz 1 million 950 mingga tushyapti. Общий jami sarf xarajatlar 43 million 800 mingga mashq xonadonda polni noldan isitishga xarajat ketdi. Sizlarda ham xonadonlarga shunaqa isitishni zarur bo'lsa, ko'mirli katta yo'llar, santexnik ishlar zarur bo'lsa, bizni santexnik brigada faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga katta yo'l dastavkamiz bor. Videoda xatolar va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videoga like bosib, maksimal darajada shu videoni shunaqa ko'mirli katta o'qtalgan tanishlarga va sifatli santexnik ishlar o'qtalgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.